shaharning super lokatsiyasi bo'lgan Oybek metroning yonida 220 kvadratlik Gabus uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joyini bitta tushuntirib o'tamiz. Oybek metroning yonida joylashgan Angels Food juda ham ko'pchilik biladigan Oybek metro, Ming O'rik metrosi bu yoqda. Bu yoq esa Tashkent City Dorjbay ketish yo'li, bu tomon Westminsterga, bu yoq esa Rossiya gazetasiga, bu tomon esa Gospitalniga chiqib ketish yo'li. Uyimizni ko'rsatamiz. Uyimiz shunaqa katta korobka holatida. Uyimizda общий 6 ta deraza bor, 5 xona uy chiqasangiz bo'ladi. Kattaligini qarang bu uyni. Bu uyga dizayner olib kelib, xohlaganingizdaqa uy chiqazib olsangiz bo'ladi. Podyezddan kirish eshik, bu yoqda esa sanuzelga joy tashlangan. Bu tomonda ham bitta sanuzelga joy tashlangan. Bu yoqda esa bitta katta spalniya qilsangiz bo'ladigan joy. Endi kuxnya tomonini ko'rsatamiz. Bu yoq esa kuxnyaga joy tashlangan. Hovlilarni ham balkondan bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda turgan mashinalardan bu yoqda oddiy odam yashamasa kerak deb o'yladim. Bu joydan bitta uy olsangiz mazza qilib yashaysiz. Uchastkani ham keragi yo'q. Uyimizni narxini $309 ming qilib beramiz. Pastga raqamlarimizni yozib qo'yamiz. Albatta aloqaga chiqinglar.